Aziz muhtaram mehmonlar, ushbu fayzli ajoyib aka-ukalar ko'rgazmasiga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Mana bugun biz Bozor tumani Tazadaro mahallasida yashovchi Andijon onamizni tavallud kunlari bilan tabriklash uchun sizni husniyatlar jamoasi tashrif buyurdi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim hamisha shunday e'zozda albatta bo'ling deymiz sizga. Ushbu ajoyib syurprizni sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi musofirda yurgan nevarangiz Oybekjon nevarangiz nomidan taqdim qilib qolamiz. Marhamat, ushbu ajoyib to'yimizni sizga taqdim qilamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ham quyosh ham oyligim, malaklar ichra begoyim, baxtimizga toshsiz onajon, yashnab turgan bog'siz onajon, g'amxo'rdirsiz siz, duogo'ysiz, baxtli bo'lsang baxtliman deysiz, dunyodagi yoqimli kuysiz, yaxshilikka yo'lsiz onajon, eng chiroyli gulsiz onajon, zilol suvdek pokizadirsiz, mushfiqayu ojizadirsiz, haq yaratgan mo'jizadirsiz, eng xush sokin mumkin onajon, jannatga yo'l imkon onajon. Omad keldi marra bizniki, g'olib bo'lgan o'g'il qizniki, asli barcha yutuq sizniki, mohro'yim tog'im onajon, osmondagi mohim onajon. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz baland, hamisha shunday e'zozda bo'ling deymiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Musofirda yurgan farzandlaringiz ham o'ynab kulib to'rib toshib kelmog'ini, shunday shukrona kunlarni birga bag'ri butunlikdan nishonlab o'tirishingizni tilab qolamiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamon shovunda bugungi tug'ilgan kun sohibasini tabriklab qo'yish uchun yaqinlaridan tilaklantirmasak marhamat. Bu imkanla oradan geldi otururken şu bağlarına başlıyordu, onların ışığını, rakatını görüp oturursun. Şu 120 yaş dediğimiz şu artık çocukluğunda başlıyordu büyüyorsun. Aybekcan'ım rahmet, selamatı, Gülsün yadlardan çıkıp şu önüsünü tebrikle oturuyorsun. Hem birinize şimdi kuvaşlıydın olsa, hem birinize şimdi oturmak nasip etti. Bizlere sağ olalım, tam sağ olsun, biz iki süre oturmak nasip etsin. Hem birinize şimdi yaşlı günlere getireversin. Sağ olun, sağlık. Yaxshi. Hurmatli davranış qatnashchilar, ikalar, poykalar, avvallar. Shu o'tgandan shu tug'ilgan kunda o'tiribmiz. 100 yaşlarında oturmak münasebeti, şu akkene uzak ömür baksadık, şu ballarının rahatını görüp, şu akbet çoğunluk yoğunluklarına öylentip uçlanan hazırcını görmekte Allah'dan bilmiyor. Kudayım hem muafişini yakşı günlerde oturabildiğimiz ağabeyler, köpürsek köpeldiğimiz kemerlerimiz, hem muaf yakşı gününde oturmak münasebeti. Muhabbet senem tuvalet oturmaysan, birinci söz yarasam neydi? Amin. Yine yaxshi gaplar aytildi. Shu gapga ham muhofazara boshquruvlar deysiz. 120 yoshda dilimiz size şu bağlarınızı baxtına, taxtına görmek nasip etsin. Yine yaxshi niyatlar qilibsizlar. Şu meydanda yurtlarda kamalam Xudoyim omon saqlab duo taşıp gelip to'y etmek nasip etdilar. Muhabbatam yaxshi gaplar aytib o'tiribdi, bular ham Xudoyim do'ylatib, shu ham bosh bo'lib o'tirmak nasib etsin. Artık soğuk, yoğunluk, yatlık görmek üzere nasip etsin. Hem muhakkak günler yazıldım. Öpkemizi doğulan günde oturuyorken bana uzak ömür giydiler. Daim şu prezentlerine, artıklarına, hem mesela başka bir erkeğe, güzelliğine başka
Emniyete Xudoy boshqa gireverge shu aytdim. Sog' omon bo'la, 120 yoshga chiqqanda shunday bo'lsa. Hem muhabbet hem to'yatga Xudoy. Ay baba, biz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga giring. Hamma bosh bo'lib yurishni nasib etdi. 100 yoshimizga kirganda da siz bilan yamshashib o'tiraverasiz. Xudoy mutluluklarni to'yinda da men bosh bo'lib, Sürükemi ne arcalarım üstünde, mutlulukemi arcasının üstünde oturgan da siz şunda deyip oturabilirsiniz. 100 yaşlara girip Hürmetli dostlar, kardeşler, dayıcanlarım, halacanlarım, yine bugün apamın mübarek doğulan gününde oturtmuz. Dayım apam her muaf sağ boğayım. Mekke Medine'miz, üyümüzü Gülü Reyhanı. Apa tulungan guringiz bilan tabriklayman. Guringiz uzoq bo'lsin. Xudoyim shu qalomlar bilan, doimlar bilan birgalikda keng qarishib o'tirgansizlar Xudoyim. Yine hammamizdan yemiz Hacı mamamız var. Xudoyim hammamizga bormoq nasib etsin. Sog' salomat yurgaysiz. Apam deyip baxtli xatini yechilda yo'q. Yine 35 oqsiz, 25 chavliq. Xudoyim yatliqlar ham ko'rib o'tirmoq nasib etgay Xudoyim. Hammamiz opamning yo'lini bergay Xudoyim. Sog'lik salomatlik tilayman. Sog' yurgaysiz Xudoyim. Opamız, bugün günü mübarek yaşları. Opamın uzak umur, sıhhat salomatlik tilayman. Opam hammalari opasi. Doimo opasi buyuk birinchi yerini, qalamlarni, bizlarni hammani opasi. Meni opam eng gullarning sarasi, yuragimning bir parchasi. Hamisha bizlarga bosh qo'ygan. Apamız yine Kuva günlere gelen 100 yaşlara kirdiği gezsiz. Evvelanlar sağlık sanadatlık dilimizde ömrü uzak olsun. Yeverelerimizi artıklarında elinde baş olup hemmesi toylarını soğuduğu istermesi bir şey yapar. Kendime de tebriklime sağlam olmalıyım her işe. Rahmet. Allah'ım hoş gelsinler. Evimizde, kırkhanadamızda şimdi mutlulukta. Yine mübarek 18 yaşında tebrikliyorum. Xudoy baxtimizni sog' salomat qo'y. Evimizda muaf o'ynab kulib quvonib, uyimizni farishtasi bo'lib, uyimizni to'ldirib o'tirgan. Endi baxtimizga sog' yursin. Ortiqchaliklarni, to'ylarni ko'rib, yonboshimda tursin. Hamma sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmatimiz bundan aytilgan tilaklaringizni Allohning bargahida ortig'i bilan ijozat bo'lishini, ilohim o'ylagan barcha niyatlaringizga ortig'i bilan erishib yashashingizni tilab qolamiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Keling yana navbatni shu ajoyib qo'shiqlarga bersakda barchangizni aramizga taklif etsak marhamat. Ala göz gel beri, hey kara göz gel beri.
bugungi tug'ilgan kun sovg'asini ushbu tortimizdan kesib berishga taklif qilsak, marhamat, to'yga kiringiz muborak bo'lsin.